Assalomu alaykum hurmatli parandachilar va parandachi bugun juda biotik oregano plus tabiiy mahsulot haqida qisqacha ma'lumotlar beramiz. Ularning asosiy vazifasi parandalarda ishtaha ochish va go'sht mahsulotlarini yaxshilashga ishlatiladi. Buni bitta parranda emas, qoramolchilik va qo'ychilikda ham berish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Buning asosiy vazifalaridan biri o'sha hayvonlarda ishtaha pasaygan vaqtda va stress bo'lgan vaqtlarda, undan tashqari parrandachilikda yem almashtirilgan vaqtda berish foydali hisoblanadi. Chunki har bir yem almashganida tarkibi qismi o'zgaradi va parrandalarda ma'lum bir miqdorda stress paydo bo'lishi mumkin. Ishtaha ham shunga qarab pasayishi mumkin. O'sha qo'shib bersa, bu ishtahani ochib beradi. Bu birovlar yoki hayvonlarda so'yilishidan oldin o'rtacha hisobda 5 kun oldin berish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Bu go'sht mahsulotining hidini va ta'mini me'yori, ya'ni yaxshi sifatli darajaga yetkazib beradi. Veterinar maslahatiga binoan 10 ga 1 nisbatda berish maqsadga muvofiq, ya'ni 10 litr suvga 1 mg.